Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ish soatimi vaqtli tugatishga qaror qildim. Hozir mana ikkinchi mavze 37 Tuzil metro naryoqdan qaytaman. Ya'ni Vazurat tochkada qaytaman. Hurmatli Yandex kuryerlari va kafelar diqqatiga, shoshilinch. Umuman Yandex xodimi kelmaguncha mijoz yalinsa ham, qo'pol bo'lsam, uyat bo'lsam aytaman. Zakazni falon joydan chiqarib oling, piston joydan chiqarib oling, bunday qiling, bunday qiling deb aytsa ham, iltimos qilsa ham chiqarmaylar. Sababi soat 20:30 da zakaz tushdi. Ya'ni bu Maxtumquli ko'chasidan zakaz tushyapti. Shohona restorandan. Hozir Shohona restorani meni kanalimni kuzatadimi yo'qmi bilmayman. Aytib qo'yaman. To'g'ri, ayol kishini profilda ishlayman, lekin zakazchiga maylim zakazni qanday qilib nima qilmoqchisam, telefon qilib turib 10 sekund bo'lmas 10 sekund ichida telefon qilyapti 20:30 da. Zakazni dedi, men nima qilaman dedi. Shoshilinch edi, soat 7 da zakaz qilganim 1,5 soat deganda sizga tushibdi dedi. Soat 9 ga kelar ekan dedi. Xo'p, men nima qilay bo'lmasam desam, ular zakazni to'g'ri men olib chiqib ketaman. Qarshi kelishdik. Ya'ni kompaniya to'g'risini aytaman, biruvchidan sal xabardor bo'ldi vaziyatni bilib, texpadashkaga u boshqacha qilib yozibdi. Maylim, o'zi biladi, vijdoniga havola. Borsam zakaz o'zlarining kuryerlari orqali chiqarib yuborishibdi. Mayli, umrida baraka topsin. Bilasizlar, Yandexda shunaqa nimamiz bor, qoidamiz bor. Kod degan joyi bor. Ba'zi kafelarda shuni kiritmasiz zakazni yo bermaydi, yo chiqarmaydi, yo bo'lmasa boshqa narsa bo'lishi mumkin va hokazo. Keyin kodni kirgizganimizdan keyin "Erta ukajoningizni zakazni dedi, boya mijozliga chiqarib yuborganmiz" dedi. Oradan 3 minut o'tar o'tmas programmadan zakaz admin degan knopka chiqyapti. I+ Tuzil metroni naryog'i Olmos metroga yaqin joyga tochkaga olib kelib topshirishim kerak. Xo'p, savol, nimani olib kelib topshiraman? Yo o'zim olib kelib topshiramanmi? Meni o'ylantirgan narsa shu bo'ldi. Keyin kafega qaytib bordim. Mijozga telefon qilsam o'zicha olmadi. O'zi adalzina qilib yozdi, u qildi, bu qildi. Maylim, o'zi biladi. Men indamadim, vijdoniga havola. Keyin vaziyat tushuntirdim. Yaxshiyam kafega vaqtida telefon qilib zakazni qaytartiring degunimcha mijoz zakazni olib yeb bo'lganmi, xudo biladi. Keyin menga borsam maylim dedi, men zakaz qilib beraman dedi. Men aytdim, agar zakazni qaytartirmasangiz, siz ham men ham sherik bo'lib qolamiz dedi. Til biriktirgan bo'lamiz dedim. Unda dedim, juda yomon qattiq javob beramiz dedim. Bitta kuryer bilan ko'rishib qoldim shuni orasi, ya'ni zakazni boshqadan qilib berdi. Bitta kuryer bilan ko'rishib qolsam, aka dedi, zakazni olib borib topshirmasangiz dedi, sizga minus, polniga bloklab yuboradi dedi. Xabaringlar bor. 2025-yil 25-sentyabr soat 09:30 dan boshlab blokka tushganman. Bir umrli, 4-chi emas, 3-chi marta blokka tushganman. Ayolim profilda ish boshlaganim yaqindan boshlab. Hurmatli obunachilar, nima deb o'ylaysizlar? Bu yerda men aybdormanmi yoki kafemi? Lekin kafening ham aybi bor, meni ham aybim bor, tan olaman. Lekin mijozni hozir mana shunaqa qilganligi haqida kompaniyaga yozsam, lekin juda yomon borib keladi. Lekin hali ham odamgarchilik qildim. Fikringlarni kommentariyada bildiringlar. Iltimos, bu video
hamma joyga tarqasin, iloji bo'lsa Rossiyagacha yetib borish uchun nima qilaylik, ya'ni позиция, ya'ni bir-biringlarga tashlaysizlarmi, xullas yetib borsin kerakli joylarga. Даже mijozni telefon raqamlari ham hamma narsa bor qo'limizda. Bemalol nima qilishimiz mumkin. Lekin agar kompaniya ertalab soat 10 gacha kutaman, 10:30 gacha kutaman. Agar hammasi joyida bo'lsa, bu video o'chiriladi. Agar kompaniya tomonidan muammo chiqadigan bo'lsa, menga qanaqadir предупреждение bo'ladigan bo'lsa, mijozni ham и plus kafeni ham olib borib kelishga men majbur bo'laman. Sog' bo'linglar.